Salfetkamiz kraska sepish jarayonida akalarim sepishdan oldin bitta yuvib tozalab, mayda shkurkada ozgina o'tvorasizlar, чтобы tepasidagi mayda qirindan, ko'chindan hammasini ketkazib yuborish uchun. Faqat kraska sepilmaydi. Mana bunaqa Plastiflex degan narsa bor. Kraska bilan plastmassani o'rtasida akalarim bu ulama narsa bo'ladi, ko'chib ketmaydi, shuni sepsanglar. Keyin balonchini sepganimiz ko'p negativ yozibsizlar. Balonchi oddiy 15 millik balonchi emas, mana bunaqa aerozolniy kraska bo'ladi, 100 ming turadi. Bu juda qimmat, lekin sifatli kraska bo'ladi akalarim. Mana mashina sepsanglar, ko'chib ketmaydi. Lekin xohlasanglar mana bunaqa podbor qilingan kraskadan ham sepib beramiz. Pulsatorga solib, balonchini sepgandan ko'ra yaxshiroq chiqadi, chunki rangi ham tiniqroq bo'ladi. Tanlab o'zingizlar tayyorlab olasizlar. Sifati sal yaxshiroq bo'ladi. Plastiflex sepib bo'ldik. Sepilgani ham pashti bo'lmaydi, tazrashni bo'ladi. Buni ustidan bolalar mana hozir kraskani tayyorlashyapti. Pulsator bilan qora rangni xudo xolasa sepib beramiz. Salfetkamiz tayyor bo'ldi akalarim. Mana qop-qora bo'lib, chotki bo'lib sepildi. Eng arzon qora 15 millik kraska bo'lmaydi akalarim. Balonchida sepmoqchimisizlar? Termostoyki aerozolniy kraska olasizlar. O'rtacha 100 ming turadi narxi akalarim. Xavotir olmaydi. Uncha-muncha ko'chib ketmaydi.